Assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz obunachilar, e'tiborlar uchun rahmat. Xudo xolasa mana inshaalloh chegaraga kirishlar turib do'stlar, akalarimiz bilan juda chiroyli tarzda hammamiz kamchiliksiz xudo xolasa qaytib kelyapmiz. Har doimgidek reyslarimiz bo'lib turibdi do'stlar. Telefon qilsangiz reyslarimiz kunlarini aytamiz. Mana xudo xolasa akalarimiz bilan bitta savol javob qilamiz. Qanday borib kelish chegaraga, dokument borlar yo'qlar, sizlarga ma'lumotlarni yana ilashishni boshlaymiz do'stlar. Kuzatishni davom etingizlar. Ana. Assalomu alaykum akalar, yaxshimisizlar? Qani bitta so'raymiz. Mana yangiligimiz aytamiz. Mana shu akamiz bilan birinchi tanishamiz. Aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Salomatmisiz? Do'stlar, mana shu akamiz xudo xolasa mana bundan keyin mana shu mashin bilan 5 bersatga reys bilan ana reyslarimizni mana shu olib borib olib kelaveradi. Ana ismingiz nima? Navruz. Navruz aka, mana Samarqandlik o'zimizni zemlak, o'zimizni tanishimiz. Xudo xolasa reyslarga olib borib olib kelaveradilar. Xizmatlar bo'lsa bemalol. Bugun xudo xolasa birinchi reysni mana borib kelyapmiz. Qanday bo'ldi? Charchamadingizmi? Yo'q. Qiyinchiliklar bo'lmadimi? Yo'llar tep-tekis. Tavsiya qilasizmi ko'rib turuvchilarga? Albatta. Rahmat. Mana bu yerga akamizga savol beramiz. Aka, assalomu alaykum. Alaykum Yaxshimisiz? rahmat. Qayerliksiz aka? Qo'qondan. Mana Qo'qondan ham Farg'onadan mana klientlarimiz. Borib kelish qanday bo'ldi aka? Borib kelishimiz yaxshi, sharoitlar zo'r. Dokumentlaringiz qanday edi sizniki? Bizga tog'ida yaxshi borib keldik. Faqat registratsiya o'zi rabota yozilgan edi, ha? Tugashiga 1-2 kun bor edi. Qanday borib kelsa bo'lar ekan, bo'lmaykanmi? Bularga mana borib kelyapmiz, qaytib kelyapmiz xudoga. Muammo bo'lmadimi? Yo'q, yaxshi. Tavsiya qilasizmi ko'rib turuvchilarga? Albatta, obunachilaringizga hammasiga tavsiya qilaman. Bemalol ishonsa bo'ladi, mana borib kelaveringlar. Javob berasiz. Rahmat aka. Alloh rozi bo'lsin. Mana bu yerga Ozarbayjondan mana gardashimiz bor. Assalomu alaykum gardash. Qanday? По-русски или по-азербайджански? Можно по-азербайджански. У вас документ как был? Dokumentlar qanday edi? Dokumentlar bor edimi? Bor edi. Normalni bo'ldimi hammasi? Yaxshi. Tavsiya qilasizmi ko'rib turuvchilarga? Obunachilarga, podpischilarga? Kessinlar, jasinlar. Yaxshi. Yaxshi. Mana jigarimiz Ozarbayjondan mana ichimizga bitta, mana bu yerga mana o'zimiz zemlaklardan. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar, sog'liklar, kayfiyat hammasi alomi. Mana biz xursandmiz, Sardor akamiz qabristonidan sog'-salomat mana Qozog'istonga borib, sog'-salomat qaytib kelishga muqarrar bo'ldik. Mana xudo xolasa uygacha bir 200 kilometr qoldi, hozir yetib borib yana video kamera olib sizlarga yana ulashishga Harakat qilamiz, ha? nasib bo'lsa. Dokumentlar qanday edi? Dokumentlar Xudoga shukr yaxshi edi, borib kelish ham yomon bo'lmadi. Ha. Biz borib kelganimizdan hammasi chotka, hammasi a'lo darajada. Hakka mana maqsad bo'lamiz ham bor. Bular. Mana kim video olyapti? Hozir qo'yadi. Bo'lib ham tushtirishdi. Jarqishloq ahligachi. Jarqishloq ahliga shu tilaymizki, sog'lik, salomatlik. Ha. Yana nima desak bo'ladi? Chegara keluvchilarga, Chegara kiruvchilar jarliklarga. Конечно, kelib ketsin siz bilan. Yomon bo'lmaydi, yaxshi bo'ladi. Ha. Maqsad bo'lamiz, biz dokument edi, mana sog'-salomat borib, sog'-salomat qaytib kelyapti, hammasi tinch. Ha. Yo'lga milisa bo'lsa, GPga hech qanaqa Muammo bo'lmadi, ha? O'zi kontrol qilib borib kelyapti mana. Muammolar. Yangi shofir bilan qanday bo'ldi? Yangi shofirimiz ham sizlar o'ta balandroq. Qiyinchilik yetib kelyapti mana. Bemalol oqshomlar haydab borib kelyapti, ha? Hammasi yaxshi. Rahmat. Mana do'stlar, eshitib turganlaringizda har doimgidek reyslarimiz shunday jigarimiz qani bor? Qayerga? Tashqarida. Ketib qolamiz. Haqqan savol beramiz. Hammadan mana eshitib o'tsayapsizlar, mana bu yerga bitta akamiz bor. Assalomu alaykum aka. Yaxshimisiz? Aka, qayerliksiz? O'zbekiston Qo'qonidan. O'zbekiston Qo'qon. Haligi boynaga bitta gap bor. O'zbekistonda sentri Qo'qondan deydik, xuddi shunga o'xshaman. Aka, dokumentlar qanday edi? Borib kelishda qanday bo'ldi? Dokumentlar borib keldik, rabota qilib kirdik, xudo xolasa mana. Sizlarga ham rahmat, shunchalik chiroyli borib kelyapsizlar. Muammolar bo'lmadimi yo'llarga? Sizniki qanaqa dokumentingiz bor edi? Bizga
qaytadan ololmadik. Ha. O'shan kirish qiluvdik. Yana rabota kiryapmiz, endi topshirib ko'ramiz patentga. Registratsiya o'zingda sizga ham. Registratsiya o'zi. Tugashiga bir 3-4 kun qolgan edi. Ha do'stlar, mana eshityapsizlar. Akalarimizga biron bir gap o'rgatganimiz yo'q. Mana gap o'rgatayotgan bo'lsam ayting. O'zlari xolis gapirilyapti mana do'stlar. Ana inshaalloh mana yana qolgan yana bitta zemlagimiz bor bu yerga. Mana aqtadan bitta savol javob qilamiz. Qanday bo'lib borib kelish ma'lumotlarni o'rganamizlar do'stlar mana. Hammadan bitta intervyu olyapmiz. Hamma o'zini bilganicha javob beradi. Faqat savol beramiz bizga. Assalomu alaykum. Aka yaxshimisiz? Alhamdulillah, rahmat. Aka qayerliksiz? Samarqandlik. Borib kelish qanday bo'ldi? Dokumentlar qanday edi? Ha. yo'q edi. Dokument yo'q edimi? Registratsiyachi. Hech narsa yo'q edi. Faqat pasport o'zi migratsiyaga bor edi. Hech narsa yo'q. Kirib kelgan. Shu bilan ham borsa bo'laganmi? Bo'lgan. Mana shu obunachilarga aytib qo'yish kerak. Borsa bo'lan bo'lmaydi shular bilan. Bo'ladi. Tarqishloqda fikrlar. Ha, Jarqishloq ahligacha bir nima bir fikrlar, tavsiyalar. Fikrlar to'g'risi yo'q. Nimaga yo'q bo'ladi? Mana misol uchun pasportim bilan keling. Men mana murojaat qilsa bo'laveradi-da. Mana misol o'zim ham borib keldim-ku mana. Ha. Eson-omon kirib keldim, xudoga shukr. Muammo bo'lmadimi yo'lga? Chegaraga. Hech qanaqa muammo bo'lgan yo'q. Hammasi problemasiz o'tib kelyapmiz, xudo xolasa. Problema yo'q. Ishga kirib keldik mana. Ha. Ishonib, murojaat qilsalar bo'laveradi. Ha. Jarqishloq ahliga bo'lmasa salomlar. Ikkilanmasin mana. Jarqishloq ha? Ha, mana do'stlar. Rossiyadan ham jarqishloq ochamiz. O'zi bitta gal bor, yana jarqishloq ochamiz ha. Yashanglar mana. Do'stlar, xudo xolasa mana har doimgidek reyslarimiz mana ko'rib turganlaringiz. Mana borib kelish o'ta ajoyib tarzga. Hali ham shunday. Reysimiz past sxema yuramiz har doimgidek, shtobi yo'llarga chiroyli borib kelish uchun kuzatishga davom etingizlar. Mana har doimgidek biz ham chegaradan qaytib Saratov mana tugadi, baqi Penza boshlandi bizga. Nasib qilsa Moskvaga qarab ketyapmiz. Kuzatishga davom etingizlar inshaalloh. Yana bitta yangilik aytib o'tamiz do'stlar, chegaraga, Azinki chegarasiga oldinlari faqat kompyuterga yozib beriladi. Ana hozirgi kunga hamma ruchka bilan o'zi yozib olyapti migratsionka kartani. Ana shuni ham bilib qo'yganlaringiz, eshitganlaringiz yaxshi, videoni tarqatib qo'yishlaringizni so'rab qolamiz do'stlar. Kuzatishga davom etamiz. Xudo xolasa keyingi videolarda ko'rishguncha do'stlar.